Tekşimizin devamını anlayışlar vatandaşım. Eğer Amerika bilen Jungo'nun Tayvan müstakilliği doğrusunda göz kararları okşaş bolmaydiken, yoki farklılık bolmaydigan ahvalda Jiang Jun efendi herkesmi çoğunquruqluq bundaq vaziyetga taqabul tura oladigan ishonchi bor. İqtidori bor. Chunki davlatning birligi qatorliq prinsiplik masalalarga chetiladigan ishlarda bizning maydonimiz intayin qat'iy herkes tavranmaydi demagan bo'ladi. Muxbirlarga shuna demagan bo'ladi. Jiang Jun efendinin Amerika'nı ziyaret qilishidagi 4-chi maqsadi Reis Xi Jinping 9-chi ayda Amerika Qo'shma Shtatlarini ziyorat qilganda Tayvan masalasini Jungo Tayvan Amerika munosabatlarining kun tartibi ilib kirishni umid qiladi. Beijing Tayvan masalasining muhimligini Amerika Qo'shma Shtatlarining tunib yetishini umid qiladi. Amerika Qo'shma Shtatlarining bu masalaga e'tibor berishini umid qiladi. Demek yakında Tayvan'da sayılan buludu. Çoğunquruqluq degen Jungo bu devlet hazır ciddileşip kaldı. Reis Xi Jinping'la kabineti ciddileşip kaldı deyişki buludu. Şunu bu katım Beijing'in Reis Xi Jinping'in Washington'da Prezident Obama ile ötküzülen sohbetiga Tayvan meselesini elip giriş bu Jungo'nun ciddileşkenliğini görüstürdü. İtibar berishni umid qiladi. Lekin Prezident Obama hükümeti dastlabda Tayvan masalasini ichki davlat boshliqlari suhbatining kun tartibiga elib kirishni umid qilmaydi. Biroq 5-oyning 27-28 kunlari Amerika Qo'shma Shtatlar diplomatik siyosat mamlakatlik komiteti Nyu-York shahrida Amerika Jungo munosabati va Tayvan Jungo munosabati to'g'risida maxfiy yig'in ochib, 6-oyning o'ttirildi bir parcha doklad e'lon qildi. Şuningdan keyin Prezident Obama hükümetinin Prezident Obama ve Reis Xi Jinping bilan o'tkazadigan suhbatining kun tartibi to'g'risidagi maydonida yumshash barliq keldi. Ya'ni bu qatim Washingtonda uchrashadigan ikki davlat rahbari Prezident Obama ve shundaqli Jungo'ning Reis Xi Jinping bilan uchrashganda Tayvan masalasini kun tartibga elib kelish kelmaslik masalasida Washingtonning burun maydoni qattiq edi deydi. Lekin 5-ci ayda açılğan yığından keyin bu meydanda biraz özgürlük oldu dedi. Şu vaqtda məxfi yığın qatnaşqan Jungo Tayvan işğalının muavin müdiri Qin Yuanfeng Amerika Qo'shma Shtatlarının Tayvanda prezident nomzodi Tsai Ing-wen xonimga 92-yildagi o'rtaq tunishni tushuntirib qo'yishini va bu to'g'rida jigilab qo'yishini o'tin. Belki bu kişi alayda körüstüp mundaq degeni. Qin Yuanfeng mundaq degeni. Agar Tayvan saylab chiqadigan yangi rahbar Mayingju hükümeti davridagi ikki qirg'oq munosabatining natijalarini ag'dirib tashlaydi ekan, u chaqda avorchilik paydo qiladi. Bu qatam Tayvan ishlari mudiri Jiang Jun apandining Amerikani ziyorat qilib, tarqatgan eng muhim ushuri Tayvan masalasi Amerika Jungo munosabatida eng muhim, eng murakkab, eng sezgir masaladagi uchurni tarqitish edi. Ahmiyatlik bir tarafi shu ediki, Tayvankilar yili prezident va qonun chiqarish komitetini saylaydi. Balki siyosiy partiyalar o'rin almashtirdi. Jiang Jun apandi mundaq deydi: Jungo va Tayvan o'tmishda zo'r natijalarni qo'lga keltirdi. Lekin siyosiy ixtiloflar yanada mavjud. Ikki qirg'oq masalalariga jiddiy qarab suhbatni kuchaytirish kerak. Taybiyning shahar boshlig'i ko'pincha Shanxayda ziyoratda bo'lyotdi. Yig'inga qatnashyotdi. Undaqda Beijing kelgusida Tayvanning Demokratiya taraqqiyot partiyasi bilan suhbatlashishga tayyorlanib qo'ydimi? Bu yerda bir gapga diqqat qiling vatandoshim, hozir Tayvanda ketayotgan saylamda Kuomintang nihoyat bechoralikka tushib qoldi. Uning ayol nomzodi Hong Shuju degan nomeri tushib ketdi, saylamdagi bilet ray tushib ketdi. Ondan keyin Song Chuyu denilen birisi çıktı. Bu muhtaza nazarga elenib 4-5 qatim namza Tayvanga prezidentlikka saylam qatnashib mag'lub bo'lgan bu odam hozir Tayvanning saylamiga sal ta'sir ko'rsatdi. Biroq ta'sir ko'rsatsimi, hozir Demokratiya taraqqiyot partiyasining raisi Tsai Ing-wen xonim xalq ra'yiga bilet tashlash ra'yi bo'yicha aytgan vaqtida kelgusiga nisbatan aytganda hozir oldida ketyapti.
Agar Demokratiya Taraqqiyot Partiyasi bu qatam Tayvanda hokimiyat beshe keldigan bo'lsa, mushu Jiang Zeminning Washington kelish maqsadidan qaraganda, bu qatam Tayvanda Tsai Ing-wen prezident bo'lib saylanadigan bo'lsa, Chungu Kompartiyasi bu partiya yoki prezident Tsai Ing-wen xonim bilan suhbat o'ltirishga tayyorlik qilib qo'ydimi yoki tayyorlik qildi degan yakunni uchurni tarqatyapti.